sessiya qatnashadi. Xalq deputatlari Baxmal tuman kengashining 7-chaqirim 16-sessiyasida 27 nafar deputatdan 22 nafar ishtirok etmoqda. 3 nafar deputat sababli ishtirok etmayapti. Sessiya ishini olib borish uchun o'rin yetarli. Sessiya yig'ilishi ijtimoiy tarmoqlarda jonli efir orqali to'g'ridan-to'g'ri translyatsiya qilinmoqda. Sessiyada tuman hokimi Ergashev Aziz Mamarasulov, Jizzax viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Azimov Zafar Abdumajidovich, xalq deputatlari, Jizzax viloyat kengashiga tumandan saylangan barcha deputatlar, tuman hokimining o'rinbosarlari, ijro organlari, muhofaza qiluvchi idoralar, jamoat tashkilotlari rahbarlari, shuningdek siyosiy partiyalarning tuman kengashi raislari hamda ommaviy axborot vositalari ishtirok etmoqda. Xalq deputatlari Baxmal tuman kengashining 7-chaqirim 16-sessiyasini ochish to'g'risida qanday taklif bor? Sessiyasini ochilsin degan taklif tushyapti. Ushbu taklifni deputatlarga ovoz berishlarini so'rayman. Shuningdek, qarshilar, betaraflar yo'q. Xalq deputatlari Baxmal tuman kengashining 16-sessiyasini ochiq deb e'lon qilaman. Boshqa takliflar bo'lmasa, nomzodni qo'llab-quvvatlab ovoz berishlaringizni so'rayman. Shuningdek, qarshilar, betaraflar yo'q. Hurmatli Anarboyev Farhod Quvondiyev sessiya kotibi saylandi. Farhod Quvondiyev o'z joyingizga egallashingiz mumkin.
Hurmatli deputatlar, Xalq deputatlari Baxmal tuman kengashining 16-chi sessiyasi kun tartibi sizlarga tarqatilgan, buni tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibi loyihasi qanday qo'shimcha va o'zgartirishlar bor? Sessiya kun tartibiga agar qo'shimcha o'zgartirishlar bo'lmasa, taklif etilgan kun tartibidan boshqa takliflarni o'zi qo'rqitib ovoz berishlari kerak. Qarshida betaraflar yo'q. Kun tartibi tasdiqlansin degan deputatlarni hozirda sessiya reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Nima deyapsiz? Quyida sessiya reglamenti taklif qilinmoqda. Quyidagicha muzokara taklif uchun 25 minutgacha, so'zga chiquvchilar munosabat bildiruvda 5-8 daqiqagacha, savol javoblar uchun 3-5 daqiqagacha vaqt berilsin degan taklif bor. Boshqa takliflar bormi? Yo'q bo'lsa sessiya reglamentini tasdiqlash uchun ovozga qo'yaman, qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Reglament bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-2027 yilda Baxmal tumanining kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dastur loyihasi to'g'risida axborot uchun so'z Baxmal tumani hokimi Ergashev Aziz Norashimovga. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Prezidentining joriy yilning 10-yanvardagi 2026-2027 yillar rejasida viloyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident qarori 35-sonli qarori berilgan topshiriqlar ijrosida tumanda quyidagi ishlar amalga oshiriladi. Hurmatli Prezidentimizning topshiriqlariga muvofiq barcha vazirlik idoralari tumanimizga tashrif buyurib, o'zlarining sohalari bo'yicha tumanimizga yordam berish, tizimli muammolarini bartaraf etish bo'yicha dastur tayyorlab, amaliy ishlar olib borilmoqda. Jumladan joriy yilning 31-yanvar kuni Xitoy Xalq Respublikasida Kingdao Banning va Beijing Agrokultural biotexnologiya kompaniyasi bilan Baxmal tumanida tashrif uchrashuv o'tkazildi. Uchrashuv davomida Muzbuloq mahallasi Boyqo'ng'ir soy hududida 5 gektar yer maydoni zamonaviy sanatoriya barpo etish taklifi bildirildi. Kompaniya tomonidan tog' yonbag'ridan yayloq va adirlar yerlar o'zlashtirib, dorivor o'simliklarga hamda piyoz, qalampir, sarimsoq piyoz hamda poliarchik dorivor o'simlik yetishtiriladi. Tumandagi xotin-qizlar bandligini ta'minlash maqsadida joriy yilning mart oyida Xitoy Xalq Respublikasidan birga yetishtirish bo'yicha tajribali mutaxassislar tashkili bo'yicha dastlabki kelishuvlarga erishildi. Shuningdek, 1-fevral kuni tumanimizga Iqtisodiyot va moliya vazirining birinchi o'rinbosari Ilhom Ibrohimovich Norqulov tashrif buyurdi. Tashrif davomida Muzbuloq mahallasida Boyqo'ng'irsoy turizm hududi, Muzbuloq va Qo'yqor mahallalaridagi amalga oshirilayotgan zamonaviy intensiv bog'lar hamda iqtisodiy rivojlanishga turtki beruvchi rayda loyihalardan tanishdi. Tuman markazi qiyofasini o'zgartirish, zamonaviy massivlar barpo etish, aholi va turistlar qulay sharoit yaratish uchun istirohat bog'lari va ko'ngilocharlar ko'chalar barpo etish imkoniyatlari muammolarini o'rganildi. Tashrif yakunida tuman markazi va turizm hududlarimizga alohida massiv reja ishlab chiqishga kelishib olindi. Hurmatli deputatlar, hurmatli Prezidentimiz tashabbusi bilan joriy etilgan islohotlar shtabi faoliyatini tizimli yo'lga qo'yish natijasida 2026 yil davomida tumanda sanoat ishlab chiqarish hajmi 243 milliard so'm o'sish 8%, xizmatlar hajmi 1 trillion 220 milliard so'm o'sish 13%, qishloq xo'jaligi 4 trillion 811 milliard so'mga o'sish 4% va qurilish pudrat ishlari hajmi 300 milliard 113% o'sishga erishiladi. Qarorga muvofiq Zomin va Baxmal tumanlarida bog'lovchi umumiy foydalanishdagi Dashtabod shaharchasi Zomin, Baxmal, G'allarol va avtomobil yo'lida 4R40 2482 km qisqa rekonstruksiya qilinadi. Davlat aktivlari boshqarish agentligi bilan birgalikda ushbu yo'lning tumanimiz hududida o'tgan
qismi atrofidagi 100 dan ortiq savdo, logistika va boshqa xizmat ko'rsatuvchilar tashkil etish imkoniyatini yaratadi. Yangi tizim asosida Farmon 18 Baxmal agrosarflechiligi bilan hamkorlikda 123 gektar yer maydonlarida yangi intensiv olma va nok bog'lari hamda qayta ishlash kompleksi tashkil etiladi. Ko'chat ekish ishlari joriy yil mart oyidan boshlanib, noyabr oyigacha to'liq yakunlanadi. O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi tomonidan 100 gektar yer maydonlarida yangi intensiv olma bog'lari tashkil etilishi rejalashtirildi. Ko'chat ekish ishlari joriy yilning dekabr oyida boshlanib, 27 aprel oyigacha